Label Zone X. Assalomu alaykum doktor. Chaqirtirgan ekansiz? Va alaykum assalom. Maftuna Sattorovaning erimisiz? Albatta, xotinimning sog'ligi yaxshimikan? Farzandimning rivojlanishi qanday? Farzandingiz yaxshi, rivojlanyapti. Nima ammo doktor? Xotiningizni sog'lig'i yetarli emas. Bu holda ketsa, ikkalasiga yomon bo'ladimi deb qo'rqaman. Ochiqroq gapiring doktor. Xotinim tuppa-tuzuk edi-ku. Biror yo'li bordir axir. Xotiningizni yuragi chatoq, ukajon. Ko'p siqilganidanmi yo urgansizmi? Xudo saqlasin doktor. Men xotinga kuchi yetadigan ahmoq erlar toifasidan emasman. 4 yil farzand kutdik. Bechora Maftun o'shanga siqilgan bo'lsa kerak-da. Men unga necha bor siqilmagan, hammasi Allohning sinovi. Alloh sevgan bandasiga sinov beradi. Sinov uchun noshko'rlik qilinmaydi, xursand bo'lish kerak deb aytardim. Ikkimiz yetimxonada ulg'ayganmiz. Doimo bir-birimizga og'ir kunimizda suyanchiq, og'riqli kunda malham bo'ldik. Farzand ko'rsak, uni hech qachon ko'z yoshini oqizmaymiz derdik. Taqdir ekan, bu do'stlik sevgiga aylandi. Biz turmush qurdik. Farzandimiz dunyoga kelsa nimaiki o'yinchoq bo'lsa olib beramiz deb orzu qilgandik. 1 yil, 2 yil, 3 yil o'tdi. Bechoraginam tunlari yig'lab chiqargan. Ertalab yostig'i ho'l bo'lganini sezib, ko'nglini ko'tarib ishga ketardim. Yolg'iz o'zi qolib, o'ylab, xastalikning domiga tushibdi-da. Alloh rozi bo'lsin, ukajon. 1 yilga sabr qilmay ayolini ko'chaga haydab solayotgan shohsiz mollar sizdan o'rnak olishi kerak ekan. Endi bundoq qilasiz, ukajon. Kelinga shovqin-suron, qo'rqish, baqir-chaqir mumkin emas. Xushhavo tog' bag'ridan birorta uy olib, kelin tuzalguncha o'sha yerda yashaysiz. Tabiatning toza havosi ham ming dardga davo, ukajon. Nasib etsa, Allohning inoyati bilan 4-5 oyda kelin otday bo'lib ketadi inshaalloh. Tog' bag'rida o'sgan giyohlardan terib, ko'proq salat qilib yesin, xo'pmi? Tabletka zotiga ishonmanglar. Bir kasallikni yo'qotib, 10 tasini chaqiradi. Bu ximikat balosi. Kasalligini kelinning o'zi bilmasin. Xo'pmi, ukajon? Kelinga siqilish mumkin emas. Aytganingizdek qilaman, akajon. Maftunamni sog'-salomat qilib olib kelaman. Alloh o'zi mehribon, o'zi rahimdil. Inshaalloh, ukajon. Nasib etsa, farzand to'ylaringizda bel bog'lab turamiz. Albatta, nasib akajonim. Qobiljon doktor bilan xayrlashib, ayolini yoniga keldi. Nima dedi doktor Bahromjon aka? Bahromjon aka dema, dadasi degan xo'pmi? Toychog'imiz bor-ku axir. Qandoq bo'larkan? Maqtay bo'ladi-da. Qani bir eshitaychi? Dadasi. Vachach! Bo'larkan u mana. Doktor biror narsa degandir-da. Bahromjon aka. Dadasi desang aytaman. Xo'p. Dadasi nima dedi doktor? Farzanding soppa sog' dedi. Xotining miltiqni o'qi dedi. Ammo bolamizga shahar yoqmayotgan emish. Tog' bag'riga, toza havo joylarda yashasak, nur ustiga a'lo nur bo'lar ekan. Shuncha bola shaharda tug'ilyapti-ku. Nega aynan bizning bolamiz? O'sha tomonda tug'asan demadim-ku, jinnivoy. Farzandimiz toza havo xohlayotgan ekan. Menimcha doktorning qulog'iga aytgan shekilli. Qobiljon ayoli bilan mashinaga o'tirib uyiga kelishdi. Ayolini uyiga qo'yib, do'koniga bordi va o'z sotuvchisiga yuzlanib, "Akajon, men 5-6 oyga tog' bag'riga ketyapman. Do'konni o'zingiz yuritasiz. Oldin oylik olayotgan bo'lsangiz, kegunimcha topganingiz o'zingizniki. Xo'pmi, akajon? Ammo bir gap, harom aralashmasin. Iltimosim ham, shartim ham shu." Uka, qiziq bo'ldi-ku, nega axir? Bilasizki, ish boshlaganimga hech qancha bo'lmadi. Bilasiz, o'tirib savdo qilishdan boshqasini bilmasam. Aytgancha, tovarlarni qayerdan olib kelaman? Akajon, xavotir olmang. Barcha tovar yetkazib beruvchilarning telefon raqamlarini tashlab ketaman. Telefon qilsangiz, o'zlari yetkazib olib kelib beradi. Ha, mayli ukajon. Bir gap bo'lar. Lekin nega ketayotganingizni aytmadingiz-ku? Keliningizni mazasi yo'q, akajon. Toza havo kerak ekan. O'shaning uchun olib ketyapman.
Mol dunyo qo'lni kira akajonim. Oila, farzand, odamiylikni hech qanday pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Yaxshi qoling akajon. Mana bu uyimizning ikkinchi kaliti. Bizning uyimizdan ham xabar olib turing, xo'pmi? Albatta akajon, hammasi yaxshi bo'ladi, xavotirlanmang. Alloh shifosini bersin. Xo'p akajonim, hammasi uchun rahmat. Qobiljon hamma ishlarini hal qilib uyga keldi-da, internetda uy izlay boshladi. Tog' bag'rida uylarning aksariyati ancha qimmat edi. 5-6 oyga ijaraga uy izlay boshladi. Bir uy topildi. Shaklidan juda ham chiroyli, ko'rkam edi. Lekin qiziq tomoni shunda ediki, boshqa uylarga nisbatan u uyning narxi anchagina arzonroq edi. Maftun, mana bu uyga qaragan, puli arzon ekan-a? Qani? Xonalarini shinamligini qara. O'zi ham tog'ning oldida ekan. Soyni ko'ryapsanmi? Tog'dan tushib kelgan irmoqlardan tashkil topgan daryo bo'lsa kerak. Rost chiroyli ekan dadasi. Ammo nega arzon? Allohning bizga inoyati bo'lsa kerak jonim. Ijaradan ko'ra sotib olib qo'yamiz. Shaharda ham, tog'da ham uyimiz bo'ladi. Bu mazza emasmi? Telefon qilib ko'ring-chi, balki 1-2 nolni yozish esdan chiqqandir. Hozir qo'ng'iroq qilib ko'raman. Kech bo'lishiga qaramay, o'ziga ishonib ishonmagan Bahromjon uy egasiga telefon orqali sim qoqdi. Allo. Assalomu alaykum. Bezovta qilmadimmi akajon? Alaykum assalom. Kim bu? Uyingizni olmoqchi edim. Internetga e'lon bergan ekansiz. Ha, bergandim. Qachon olasiz? Olaman akajon. Rostdan uyning narxi shunaqami yoki Rostdan, ukajon, rostdan. Narxi o'sha narx. Ortiqcha tanga ham kerak emas. hozir qayerdasiz akajon? Shahardaman. Kalitlarni olgani qachon kelasiz? Pullarni ham olib keling, birdan nomingizga o'tkazib beraman. Akajon, uy rostdan o'zingiznikimi? Nega shaharda turibsiz shunday chiroyli uyingizni tashlab? To'g'risini aytsam, havosi menga og'irlik qildi, ukajon. Uyni jihozlari bilan tashlab keldim. Bir chapon bilan borsangiz bo'ldi. Xo'p akajon, ertaga albatta o'taman. Manzilini SMS qilib yuboring. Ertasi kuni Bahromjon o'sha shubhalar bilan uy egasi yoniga bordi. Dala hovli hujjatlari rostdan ham o'sha kishi nomida edi. Qonunan rasmiylashtirib bo'lgach, uy egasi Bahromjonga yuzlanib dedi: Endi ishongandirsiz ukajon. Uy joyi endi sizniki. Pulni Bahromjon mashinadan pulni olib u kishiga tutqazdi. Alloh panohida asrasin ukajon. Bir kun kelib siz ham uyni sotmoqchi bo'lsangiz, men qilgan ishni qiling. Bahromjon hayron bo'lgancha qarab qoldi. Eri xotin mashinaga minishib kerakli narsalarni olishdi-da, dala hovli tomon jo'nab ketishdi. Mashina tog' tomon uchib borar ekan, tog'ning mayin shabodasi chapak chaligancha qarshi oldi. Yomg'irdan so'ng taralgan tuproq ifori juda ham ajoyib edi. Dilni yayratardi. Uzoqlarda onasini izlayotgan qo'zlarning ma'rashi eshitilardi. Tog' yangi mehmonlarni o'z bag'riga quchoq ochib qarshi olayotgandi. Mashina yoqalab qir bag'ridan sotib olingan uy tomon chiqib borardi. Ikkisi mashinadan tushdi. Rostdan chiroyli uy edi. Uy oldi tomonida daryo o'zining sho'x qo'shig'ini kuylagancha toshlarga urilib raqs tushirdi. Bahromjon chopib soyga tushdi. Zilol muzdek suvga yuzini yuvdi. Dili yayrab ketdi. Yurtim jannatning o'zginasiga degan fikr o'tdi xayolidan. U yana xotinining yoniga chiqib keldi. Maftuna uy yonidagi qo'shni uyga termilib turardi. Dadasi, qo'shnimiz ancha vaqtdan buyon kelmaganga o'xshaydi-ya. Darvozasi ham qulf. Darvoza ochilmaganidan chang bosib yotibdi. U ham tabiatning qadriga yetmaydigan noshud bo'lsa kerak-da. Oradan bir hafta o'tdi. Ikkisi o'zga olamga tushib qolganday edi go'yo. Bahromjon ayolining yengil nafas olayotganini ko'rib baxtiyor edi. Tog'dan chiqib giyohlar ham terib keldi. U Maftuna uchun har narsaga tayyor edi.
uni xafa qilmaslik, siqilmasligi uchun jonini jabborga bergudek harakat qilardi. Ammo yarim tun darvozani kimdir taqillatgandek bo'ldi. Bahromjon hayron edi. Yonidagi qo'shnisi uyda bo'lmasa, boshqa qo'shnilar ancha uzoqda bo'lsa, kim ekani? Bahromjon xotinini uyg'otib yubormaslik uchun asta turdida ko'chaga chiqdi. Darvozani ochdi. Yoshi 4lar chamasida bir qizcha turardi. Adashib qoldingmi, qizim? Yo'q, amaki. Qo'ynim ochdi. Non bering. Qaysi uyda turasan? Mana bu uyda. Qachon keldilaring? Biz uyda yasaymiz-ku. Bahromjon hayronlik ila boqdi. Darvoza ochiq ko'rindi. Qo'shnimizni noni qolmagan ekanda deb o'yladi Bahromjon. Va uyga kirib non olmoqchi edi. Maftuna to'satdan uyg'onib ketdi. Nima qilyapsiz? Yarim tunda dadasi. Qo'shnilarimiz kelganga o'xshaydi. Qizchasi non so'rab chiqibdi. Berib kelay, xo'pmi? Xo'p. Tezroq keling, o'zim qo'rqaman. Ertaga borib tanishib kelaman qo'shnilar bilan. Tezda qaytaman, jonim. Xo'p. Bahromjon nonni olib chiqdi, lekin qizcha yo'q edi. Nonni ko'tarib qo'shni uyga kirib bordi. Chiroq yoqilgan. Xona oldiga borib chaqirmoqchi bo'ldi. Uydan yig'i sadosi kelardi. Bahromjon sekin derazadan qaradi. Ayol sochlarini yulib yig'lardi. Erining qo'lida esa qizaloq bor edi. Qizaloqni tanib badani junjikib ketdi. U o'sha non so'ragan qizcha edi. Zon X. Asl haqiqat, asl jamiyat. Zon X jamiyatidan mistik janrdagi intiqom audio seriali. Eslatib o'tamiz, ushbu audio serial 3D sifat darajasida bo'lib, naushnikda eshitish tavsiya qilinadi. Ikkinchi qism. Bahromning tanasi muzlab ketganday bo'ldi. Yuragi to'xtab qolgandek edi go'yo. Oyoqlari o'ziga bo'ysunmay derazadan uzoqlashdi. Hayvondan tushgach, it quvgan boladay ko'chaga yugurdi. Darvozaga yaqin kelib, qo'rquv to'la nigohi ila ortiga qaradi. Qo'shni darvozasi yopiq va qulf edi. Dod deb yubormaslik uchun og'zini yopdi. Nima bo'layotganiga aqli yetmay karaxt edi bechora. Ko'zlarini yumib, oyatul kursini qayta o'qib, qo'rquvni o'zidan yo'qotgach, chuqur nafas oldi-da Allohga yolvordi. Ey Xudoyim, bu ne sinoving bo'ldi? Mening ko'zimga nimalar ko'rinyapti? Tushimmi bu yo o'ngimmi? O'zing sabr va iroda ber. Bu balolar farzandim va xotinimga ziyon yetkazmasin. O'zing ularga panoh bo'lgin. Oilada yolg'on aralashsa gunoh bo'lishini va baraka ko'tarilishini bilaman. Ammo xotinimga bugun yolg'on gapiraman. O'zing kechir, Robbim. Nega qolib ketdingiz? Qo'shnilar uyiga o'tirib qoldim ozroq. Ozroq gaplashib o'tirdik. Keyin ular ketishdi. Hali men tanishmay turib ketishdimi? Meni ham olib borsangiz bo'lar ekan. Xayolan o'ziga dedi. Olib borsam yuraging yorilib bo'lardi. Yanagi safar kelishganida olib borarman. Rostdan ham noni qolmaganmi-ki? Nega kelishdi-yu, nega ketishdi? Qanaqadir hujjatlari qolib ketgan ekan. O'shanga kelibdi. Qizchasi och qolib qolibdi.
o'shanga non so'rabdi. Nega titrayapsiz, Bahromjon aka? Sovuqqatdim shekilli. Ko'rpaga kiray, o'zimga kelarman. Sizga biror narsa ilib chiqsangiz bo'lardi-da, tog' havo salqin bo'lsa. Bahromning yuragi taka-tuka bo'layotganidan xabarsiz edi. Bahromjon ayolini mahkam bag'riga bosdi-da, ichida oyatul kursini qayta-qayta o'qib dam soldi va uxlamoqchi bo'lib ko'zlarini yumdi. Qani endi uyqu kelsa. Maftuni erining issiq bag'rida hech narsani bilmay uxlardi. Bahromjon esa tong otguncha ayolini Alloh panohiga olishini so'rab duo qilib chiqdi. Tong otarda ko'zi ilinganday bo'ldi. Darvoza agar yana bir marta chertilganda Bahromning yuragi dosh bermas edi. Tong otdi. Bahromjon yuz qo'llarini yuvib, qo'rqib-pissa darvozadan ko'chaga chiqib, qo'shni uyi tomon mo'raladi. Darvozada qulf osilib turar edi. Kecha men qandoq kirdim? Ularni ayvonigacha kirib bordim-ku. Derazadan uchalasini yaqqol ko'rdim. Ya Alloh. Bu ne sinoat? Avo ko'rgandek ko'chada qotib o'tiribsiz? Dadasi, qo'shnilar kelmaganga o'xshaydi-ku. Darvoza o'sha ahvolda, ochilmagan ham. Mashinani oyoq izlari ham yo'q. Mashinasi eski ekan, pastda qoldiribdi. Maftun, Labey, boshqa joyga bormaymizmi? Bir cho'pon aytishiga qaraganda, ana u taraflar bundan ham zo'r ekan. O'sha tomonga ko'chib o'taylik. Menga shu yer yoqdi dadasi. Menga yoqqan joy bolamizga ham yoqishi aniq. Bahromjon nega uy arzon ekanligini va uy sotgan kishining avzoyidagi qo'rquvni endi tushuna boshladi. Bahromjon uyga kirib ovqatlanib yaxshiroq o'ylanib olish uchun qir tepasiga chiqdi. U ikki uyga tikilar ekan, boshida xayollar girdobi charx ura boshladi. Bu kimni uyi? Nega ruhlar bezovta bo'lishyapti? Nega qizcha ochlikdan o'lgan? Ota-onasi nega yetib kelisha olmagan? Qishloq ahlining uzoqroqqa ko'chib ketishiga ham mana shu ruhlarning bezovtaligi sabab bo'lgandir. Bir qishloq oralab so'rab ko'rsammikan, deya u qirdan tushib uyga kirdi-da, uyda chuchvara qilayotgan Maftunaga yuzlandi. Jonim, men qishloqqa bir o'tib kelay, xo'pmi? Bu yerni qatiqlarini shifo baxsh deyshadi. Biror idish bergin onasi? Onasi deyishingizga erib ketyapman-ku. Qurt topilsa 5-6 tagini olib keling, iltimos. Xo'p bo'ladi jonim. Sen ko'p o'zingni urintirma. Men hozir g'iz etib boraman va kelaman. Xo'p jonim, yaxshi borib keling. O'zingni asra. Yo Rabbim, menga shunday sadoqatli, vafodor va oqko'ngil turmush o'rtoq ravo ko'rganing uchun o'zingga ming shukr. Bahromjon qishloqqa yetib keldi. Kimdan qatiq qurt so'rashni bilmay turganida bir oqsoqolli bobo u tomon qarab kelayotgan edi. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom o'g'lim. Siz yaqinda kelgan mehmonmi? Albatta otajon. Qayerdan bildingiz? Oldingizga borayotgandim bolam. Idish ko'tarib yuribsiz. Tinchlikmi? Keliningizga qatiq va'da qilgandim. O'shanga tushgandim. Yuring otajon, uyga boramiz. Ertaga kelaveraman qatiqqa. Va'daga vafo qilinish kerak bolam. Sizni uyingizga bora olmayman. U yerda farzandlarim arosatda yurishibdi. Bizni uyga yuring. Qatiq bor. Yana sizga aytar gaplarim ham bor bolam. Ularni siz bilasizmi? Nega ular bezovta? Uyga yuring bolam. Hammasini o'sha yerda aytib beraman. Bahromjon yana hayrat botqog'iga botgancha cholni ketidan ergashdi. Ikkisi cholni uyga yetib kelishdi. Supadagi to'shalgan joyga chiqishdi. Kampir dasturxon yozmoqchi edi, Bahromjon unamadi. Uning birdan bir niyati qo'shnisining nima bo'lganligini bilish edi. Chol bir piyola choy ichdi-da, hikoyasini boshladi. O'sha siz turgan uy yonidagi uy mening uyim edi.
O'zingiz guvohi bo'lgandirsiz tabiati qanaqa ekanligini. Bittagina farzandim bor edi. Uni o'qitdim, oliy ma'lumotli qildim. Shaharda qolib ketmasin deb o'sha tepadagi uyni o'g'lim uchun sotib oldim. O'g'lim shahardan bir qizni topib, o'shanga uylanaman dedi. Rayni qaytarmadik. Xo'p dedik. O'sha paytlari tog'ga sayohatga bir boy kelganda meni uyimni ko'rib sotib olmoqchi bo'ldi. Unamadim. Lekin ko'p o'tmay yonidan dang'illama qilib uy solib, mening uyim bilan alishtirmoqchi ekanligini aytdi. Bolam uchun bunga rozi bo'ldim. Unga mashina olib berdim. Boy kishi o'zimni uyimni ham buzdirib qaytadan tiklatdi. Bu uy ham anchagina dang'illama bo'lib qoldi. O'g'lim bilan kelinimni o'sha yerga olib kelib qo'ydim. Mening o'g'lim ham bora-bora shaharni unutdi. O'sha uyda shirin farzand qizaloq tug'ildi. Men uni har qo'limga olganimda soqolimni tortib o'ynalardi, kulardi. Juda shirin edi nabiram. Nabiram 4 yoshga to'lganida kampirim bilan meni hajga jo'natdi. Hajda ham nabiramni o'ylab yurdim. Qaytar chog'imizda sovg'a salomlar oldik. Uyga kelsak, sovuq xabar bizni qarshi oldi. Bu yerga kelgunimizcha yo'l yoqasidagi jarlikni ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi bolam o'sha jarlikni? Ko'rdim otajon, ko'rdim. O'sha yerda o'g'lim bilan kelinimning jasadi topilibdi. Mashinasi bilan tushib ketgan ekan. Mashina ustiga yomg'ir hosil qilgan ko'chma yer qulab mashinani ko'mib tashlagan ekan. 15 kun deganda topilibdi. Uyda qolgan nabiram ochdan o'lgan. Yonidagi boyning o'g'li ham xotini bilan chet elga ketishganini aytishdi. Bechora nabiramdan hech kim xabar olmagan. O'shandan buyon bolalarim ruhi bezovta. Doktorlar nabiramni jon uzilgan vaqtini aytishganida dod deb yig'laganman. Tug'ilgan kuni joni uzilibdi. Bechora nabiram qo'g'irchoqlarni quchoqlagancha jon beribdi. Yo Xudo. Allohning irodasi otajon. Jon Allohning mulki. Biz bandalar sabr qilmay qayga ham boraylik. Bolam, 7 kundan keyin nabiramning tug'ilgan kuni. Ayolingizni u yerdan olib keting iltimos. Bolalarim ruhi o'sha kun tong otgungacha yig'lashadi. Uyingizga ham kelishlari mumkin. Ayolingiz bu holatni ko'rib biror kasal bo'lib qolmasin. O'sha narsani aytish uchun borayotgandim. dedi bobo xasta ovozda. Otajon, nega nabirangizni yolg'iz tashlab ketishdi ekan? Bu yerda boshqa sir bormikin yoki? Bilmayman bolam. Bilmayman. Menga shunaqa deyishdi. Otajon, tog'da biror giyoh yo'qmi? Bezarar odamni hushsiz qiladigan. Bor bolam. Nima qilasiz? Ayolimni hushsizlantirib qo'yishim kerak. Aks holda biror gap bo'lishidan qo'rqaman. O'zingiz qo'rqmaysizmi bolam? Men ham qo'rqyapman, ammo bu yerda bir sir bor otajon. Tagiga ketmasam bo'lmaydi.
Farzandlaringiz bekorga bezovta emas. Men albatta buni tagiga yetaman, otajon. Alloh sizdan rozi bo'lsin, bolam. Bahromjon boboga sabr tilab, qatiq qurt va giyohni oldi-da, uyi tomon yo'l oldi. Bahromjon uyiga yetib keldi. Qorong'i tushdi. Bahromjon Maftunaga sezdirmasdan giyohni choyiga qo'shib berdi. Maftuna uyquga ketgach, atrofiga aylanib Oyatul Kursini qayta-qayta o'qidi-da, qo'shnilar chaqirig'ini kuta boshladi. Yarim tun. Darvoza taqilladi. Serial ijodkorlari rollarda: Bahromjon rolida Imron, Maftuna rolida Aslzoda Alimova, ota rolida Anzor, hikoya qiluvchi Kamina Jammuzi, ovoz rejissyorlari Begzod va DJ Only, ssenariy muallifi Parizoda Rasulova, serial muallifi Zone X jamiyati. Zone X, asl haqiqat, asl jamiyat. Intiqom 3-qism. Ushbu audio serialni naushnikda eshitishni tavsiya qilamiz. Zone X. Yarim tun. Darvoza taqilladi. Bahromjon Qur'onni mahkam bag'riga bosib, darvozaga yaqinlashdi. Darvozani ochmoqchi edi, orqasidan kimdir turgandek bo'lib burildi. Qizaloqning onasi jahl ila unga qarab turardi. Bahromjon qo'rquv ta'sirida dod deb yubordi. Ayol Bahromjonga tashlanmoqchi bo'ldi. Qur'onni ko'rib, orqaga tisarildi-da, gapirdi. Xotining qani? Meni qizimni o'ldirgan xotining qani? Bahromjonning qulog'i shang'illab ketganday bo'ldi. Meni xotinim o'ldirmadi qizingni. Ayol bir yomon qaradi-yu, uyi tomon uchib ketdi. Bahromjon uning ortidan yugurdi. Arvoh eshikni ochmasdan suvga cho'g'laganday kirib, uy ichidan paydo bo'ldi. Bahromjon eshikni ochmoqchi bo'ldi, ammo ocha olmadi. Qanaqadir g'ayritabiiy kuch eshikni ochgani qo'ymasdi. Bahromjon derazadan qaradi-yu, qo'rquvdan o'zi qotib qoldi. Arvoh Maftunaning atrofida aylanib jirillardi. O'sha payt Bahromjonning ortidan bir kishining ovozi yangradi. Qaynotam mendan rozi bo'lsin desang ket. Bu ayolga teginma. Bu boshqa ayol. Bunda gunoh yo'q. Agar ketmasang seni qarg'ayman. Eshityapsanmi, qarg'ayman. Bu o'sha Norboy bobo edi. Arvoh derazadan qarab turgan qaynotasiga bir o'girildi-yu, g'oyib bo'ldi. Bahromjon bo'shashib yerga o'tirib qoldi. Otajon, bu hol qachongacha davom etadi? Ertaga qanday bo'lmasin ketaman, otajon. Ketaman. Bolam, haqiqatni yuzaga chiqaraman deb va'da berganding. Men senga dalda bo'laman deb keldim. Menga ham rahming kelsin, bolam. Bolalarimni bezovtaligini qara. Ular ham joyiga tinch yotsin. Biror chorasini qilaylik, bolam. Ertaga kampiringiz bir amallab xotinimni bu yerdan olib ketsin. Yana bir shunday holat yuzaga kelsa chidolmayman. Siz kelmaganingizda hozir nima bo'lardi bilmadim, otajon. Alloh o'zi mehribon, bolam. Biror bandasining boshiga kulfat tushsa, ikkinchisini sababchi qilib yordamga jo'natadi. Qo'rqma, bolajonim. Momang ertaga qizimni bir amallab olib ketadi. Seni rejang qanday, bolam? Keliningiz bolamni xotining o'ldirdi dedi. Men o'sha siz uy sotgan odamning o'g'lini va xotinini topishim kerak. Aybini bo'yniga olishsa,
balki bolalaringiz arosatdan chiqib tinchlanishar. Ular qachon bo'lsagina tinchlanamiz. Men u ishni qila olmayman. Qilishing kerak. Qo'shni degan yordam berish kerak. Tushundingmi? Norboy bobo Bahromjonning qo'llarini mahkam tutdi. Shu zahoti yuz tuzilishi o'zgardi. Qizaloqning otasining qiyofasiga kirdi. Bahromjonning ko'zlari qorong'ilashib, hushidan ketdi. U tong azonda o'ziga keldi. Zo'rg'a o'rnidan turdi. Derazadan qaradi. Maftuna hali ham shirin uyquda edi. Kecha Norboy bobo qiyofasi qizchaning otasining qiyofasiga aylandimi? Nega oldin ayoliga qarg'ayman dedi? Tushunmayapman. Bu holatda jinni bo'lib qolmasam bo'ldi edi. Nimalar haqida o'ylayapsiz, dadasi? Negadir parishon xotirsiz? Yoki doktor sizga boshqa gap gapirganmidi? Mendan nimani yashiryapsiz? Ayting. Yo'q, onajonisi. Nega bunaqa gaplarni aytyapsan? Menga ishon. Senga ham, bolamizga ham hech nima qilmaydi. Soppa-sog' ekansizlar. Ammo bu yerlar negadir menga yoqmayapti. Balki shaharga qaytarmiz. Yo'q, menga bu yerlar yoqib qoldi. Ketishni xohlamayman. Qarang, dog'larni, soylarni, toshlarni, hamma joy go'zal. Faqat ikkalamiz bunday go'zallikdan bahramand bo'lib yashayapmiz. Xo'p, Maftun. Nimani ko'ngling tusasa, o'sha bo'ladi. Lekin hammayli. Endi yura qoling, dadasi. Nonushta tayyorlab qo'ydim. Choy sovib qolmasin tag'in. Xo'p bo'ladi, onasi. Maftunani ko'ndirishim kerak bu yerdan ketishiga. Lekin qanday? Unga hamma gapni ayta olmayman. Yo'q, tobi qochib qoladi. Nimadir qilish kerak. Bugun ham shu yerda qolsak, kechgacha bir chorasini o'ylab topaman. Shoshma. Kecha tunda Norboy bobo arvoh kelinini haydadimi? Yoki arvohnimi? Bu yerda yana bir sir bor. Bugun barchasiga oydinlik kiritaman. Serial ijodkorlari rollarda Bahromjon rolida Imran, Maftuna rolida Aslzoda Alimova, ota rolida Anzor, hikoya qiluvchi Kamina Jammuzi, ovoz rejissyorlari Begzod va DJ Only, ssenariy muallifi Parizoda Rasulova, serial muallifi Zone X jamiyati. 3-qism tugadi. Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat. Zone X jamiyatidan uzoq kutilgan premyera. Intiqom. To'rtinchi qism. Nonushtadan so'ng Bahromjon yana qatiq va qurtni bahona qilib qishloq tomon ketdi. Bahromjon Norboy boboning eshigini taqillatdi. Shu payt itning xurishi eshitila boshladi. Bu qanaqasi bo'ldi axir? Kecha kelganimda hech qanday it yo'q edi-ku. Yoki bu qo'shnini itimikan? Yo'q. Kecha Norboy boboning o'zi aytgan edi. Birorta it yo'q qishloqda deb. Xayolga berilgan Bahromjon darvoza ochilganini ham sezmay qoldi. Bahromjon bolam, senmiding? Assalomu alaykum Norboy ota. Ha, men tinchlikmi? Bolam, tinchlik emas. Qani, ichkariga kir. Hammasini gaplashib olamiz. Norboy bobo Bahromjonni uyiga olib kirdi va darvozani qulfladi. Nega darvozani qulfladi? Axir kecha unday qilmagan edi-ku. Ota, kecha kelganimda uyda it yo'q edi. Darvozani ham qulflamagan edingiz. Bugun esa Bahromjon, qo'rqyapman bolam. It
ruhlari kelganida aytganlar ekan. Shuning uchun bugun tongda borib olib keldim. Kecha tun men uchun juda vahimali o'tdi. Qo'rquvdan darvozani berkitdim. Nima bo'ldi, bobo? Kecha tunda darvoza taqilladi. Kampirim bilan uxlab yotgandik. Qo'shnilar bo'lsa kerak. Kampirimning qulog'i og'ir. O'zim chiqib, nimaga kelishganini bilib kelaman deb tashqariga chiqdim. Darvozani ochib, ne ko'z bilan qarasam, o'g'lim, kelinimning arvohi, kelinimning ko'zida qon oqib turibdi. Kiyimlari yirtilgan, qo'lida nabiram farishtadek bo'lib yotardi. Eng achinarlisi o'g'limning ahvoli edi. Bo'yi kesilgan, qon tomirlari ko'rinib turar. Qo'lida oyoq kiyimi bog'ichi bor edi. Nima qilishimni, nima deyishimni bilmay turgan edim shu payt. Kelinim tiz cho'kdi. Yerga yiqilib qo'lida turgan nabiramni quchib yig'lay boshladi. Bahromjon, tasavvur qilyapsizmi? Ko'z o'ngimda sodir bo'ldi hammasi. Kelinim, o'g'lim va nabiram. Ota, sabr qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bilaman yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa sabr qilib turaylikchi. Keyin nima bo'ldi, ota? Ular sizga ozor yetkazishmadimi? Menga umuman zarar yetmadi. Yuragim bo'shashdi. Biroz tikilib tursam, nabiram o'z-o'zidan g'oyib bo'ldi. Kelinim birdan menga qaradi. Ko'zlaridan qon oqib turardi. Men esa oyoq qo'lim ishlamas, turgan joyimdan jilolmas edim. Kelinim o'rnidan turdi va menga gapirdi. Dadajon, kechiring. Sizni qo'rquvga solmoqchi emasmiz. Ahvolimizni ko'rdingizmi? Bizni ana uyga ko'chib kelganlar shu ahvolga solishdi. Bizni ular o'ldirishdi. Kelinim ko'rsatgan tomonga qaradim. Sizlar hozir yashab turgan uy chiroqlari yonib o'cha boshladi. Kelinimning chiyillashidan boshim aylanib ketdi. So'ngra yerga yiqildim. Lekin bir narsa e'tiborimni tortdi. Tepalikda sizlarning hovlingiz va u yerda siz bilan yonma-yon turardi. Keyin qolganini eslolmadim. Astag'firulloh. Ota, kecha siz bergan giyoh yordamida xotinimni uxlatdim. Keyin darvoza taqilladi. Qur'onni mahkam quchoqlab tashqariga chiqdim. Borib darvozani ochdim. Keliningiz menga tashlamoqchi bo'ldi, lekin qo'limdagi Qur'onni ko'rib ortga tisarildi. Xotinimni so'radi va ichkariga kirib ketdi. Ortidan yugurdim. Eshikni ochishga qancha urinsam ham negadir qo'limdan kimdir ushlab olgandek tuyulaverdi. Deraza yoniga borib, ichkariga nazar tashladim. Keliningiz rafiqamning atrofida chinqirab aylana boshladi. Qo'rqib ketdim. Shu payt siz kirib keldingiz. Qaynotam mendan rozi bo'lsin desang ket. Bu ayol boshqa, bu ayolda gunoh yo'q. Agar ketmasang seni qarg'ayman dedingiz. Keliningiz ham bu gaplaringizdan so'ng g'oyib bo'ldi. Ko'p o'tmasdan siz o'g'lingiz qiyofasiga kirib, meni qo'shnilaringizni o'ldirishga unday boshladingiz. Tavba qildim o'g'lim. Men Parvardigor omonat qilib bergan jonga qasd qilmayman. Keyin kecha sizlarning yoningizga ham bormadim. Ota, bu yerda bir gap bor. Buni tagiga yetmasak bo'lmaydi. Kechagi giyohingizdan yana bormi? Bugun hammasini yakunlamoqchiman. Giyoh bor. Ammo baribir bularning tagiga yetolmaysanmi deb qo'rqaman. Men ham avval kelinim va o'g'lim bilan gaplashishga harakat qilganman. Ammo buning iloji yo'q. Umuman yo'q bolam.
Ularga faqat o'z qotillari kerak. Ha, aynan shuni nazarda tutyapman ota. Men bugun ular bilan gaplashaman va qotillarni topaman. Ha bolam, mendan qanday yordam kerak bo'lsa tortinma. Hozir men giyohlarni olib kelaman. Bahromjon Norboy otaning hovlisidan uzoqlashar ekan. O'sha anchadan buyon hech kim kirmagan, arvohlar arosatda yuradigan hovli ichiga kirishga ahd qildi. Kun qoraya boshladi. Kechki ovqatdan so'ng Maftuna choyga qo'shilgan giyoh ta'sirida yana uxlab qoldi. Bahrom Qur'ondan 1-2 oyat tilovat qildi-yu, biroz qalinroq kiyinib, arvohlar izg'ib yuradigan uy tomon yo'l oldi. Tun hali cho'kmagan, ammo shafaq qoraya boshlagan edi. Bahromjon darvozaga ilingan qulfga kabob sixini tiqib, darvozani ocha boshladi va sekin itarib ichkariga kirdi. O'sha ilk tunni esladi. Qizaloq ota-onasining qo'lida o'lik holda yotar, ota-onasi dod faryod solar edi. Darvozaning qars etib yopilishi o'sha tungi dahshatli voqeani ko'z oldidan o'tkazgan Bahromjonga juda qattiq ta'sir qildi. Cho'chib ketdi. Tanasidan muzdek ter sizib chiqdi. Ichkarida chiroq o'ynay boshladi. Biroz o'tib hammasi to'xtadi. Hatto sekin esib turgan shamol ham tindi. Bahromjon endi avvalgidanda qo'rquvga tusha boshladi. Pichirlab salovat o'qidi. Allohga yolvordi. O'z panohingda asra dedi sekin, oyog'ini ko'tarib uy ichkariga kira boshladi. Hovlida o'sha non so'rab chiqqan shirin qizaloq arg'imchoq uchib o'tirar edi. Bahromjon u tarafga burilganini sezib o'rnidan turdi-yu, Bahromjon ketayotgan tomonga yugurib kela boshladi. Shu vaqt qizning ko'rinishi o'zgardi va ko'zlarida qon sizib oqib chiqa boshladi. Arvoh ayolga aylanib bir nafasda Bahromjonning yonida paydo bo'ldi. Men qotil emasman. Biz qotil emasmiz. Men senga yordam bermoqchiman. Arosatdan olib chiqmoqchiman. Ishon, senga yordam bermoqchiman. Sen ularni bilmaysan. Ular Hamma chiroqlar yonib o'cha boshladi. Atrofda ayolning yig'isiga qayerdandir aks sado berayotgan chaqaloq yig'isi sadolari qo'shildi. ular erimni, bolamni o'ldirishdi. Men buni shunday qoldirmayman. Aynan kimlar? Nega? Qanday qilib? Sen menga yordam berasan. Ularni o'ldirasan. Sen topasan. O'ldirasan. Men qotil emasman. Uzoqdan bir sharpa ko'rindi. Yaqinlashib kelar ekan, qo'lida qandaydir tasma bor edi. Bahromjon uni tanidi. Ro'parasida turgan ayol erining bezovta ruhi edi. Bahromjonning e'tiborini arvohning qo'lidagi tasma oyoq kiyimi bog'ichi tortdi. Erkak arvoh yaqinlashib kelar ekan, bog'ichni olib o'zining bo'yniga mahkam bog'ladi va qattiq tortdi va shu mahal qo'lida tig'i o'tkir qandaydir asbob paydo bo'ldi-yu, o'zining bo'ynidan o'sha tig'li buyumni tortib yubordi. Bahromning ko'z oldi qorong'ilashib bordi. Bu arvohning tomoshasi bo'lsa-da juda ayanchli va qo'rqinchli edi. Biroz vaqt o'tar o'tmas Bahromning chap tarafidagi deraza oynalari ochildi va undan qo'g'irchoq ko'targancha ochlikdan vafot etgan qizaloq chiqib kela boshladi. Amaki, menga ovqat bering. Rollarda Imron, Aslzoda Alimova, Anzor, Yosun, Kamina Jammuzi hamda Zon X jamoasi.
Ovoz rejissyori Sohan. Montaj ustasi DJ Only. Muallif Zone X jamiyati. Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat. Zone X jamiyatidan mistik janrdagi Intiqom audio seriali. Eslatib o'tamiz, ushbu audio serial 3D sifat darajasida bo'lib, naushnikda eshitish tavsiya qilinadi. Intiqom 5-qism. Bahromjonning boshida juda qattiq og'riq turdi. Ikki qo'li bilan quloqlarini berkitdi. Ayolning arvohi biroz orqaga tisarildi. Erkak va qizaloqning arvohi esa Bahromjonga yaqinlasha boshladi. Bahromjon ortga tisarildi va darvozaga yopishdi. Darvozani ochish uchun bor kuchi bilan harakat qildi, ammo bo'lmadi. Oxiri yerga o'tirib qoldi. Shu mahal ayolning arvohi uning yonginasida paydo bo'ldi va vishillagancha shunday dedi: Sen bilmaysan. Ular juda vahshiy. O'sha kuni men va erim ishda edik. Qizimiz esa hozir sen yashab turgan hovlining sobiq egalari Sobir va Zebolarnikida qolishardi. Ularning farzandi yo'qligi uchun qizimizni o'zlarining farzandidek ko'rishardi. Kunlarning birida ishdan kelsam, qizimiz o'ynash uchun qishloq tomonga chiqib ketib qaytib kelmaganini aytib qolishdi. Qo'rqdim. Qizimsiz tura olmasdim. Atrofga alangladim, qizimni izladim, topolmadim. Yig'ladim. Erim ishdan keldi. Qo'shinlar kech tushishi bilan biznikiga chiqishdi. Sizning qizingiz biznikidek bo'lib qolganda, uni topishimiz kerak deb dod faryod solishdi. Hammamiz qishloqni har tarafidan qidirdik. Ammo qizimizni topa olmadik. Aksiga olib, qaynotam va qaynonam haj safariga ketishgandi. Kelishlariga taxminan 17 kun bor edi. Qishloqdan qizalog'imizni izini ham topa olmadik. Hech kim ko'rmagan, hech kim bilmaydi. Hammamiz qo'shni qishloqlarni ham izlash niyatida yo'lga otlandik. Erimning mashinasida ketayotgandik. Shu mahal Sobir aka rafiqasining topib qochayotganini aytdi. Hali qishloqchamizdan uzoqlashmaganimiz uchun o'zi ketishini va yo'l bo'yida tushirib qoldirishimizni so'radi. Men hayron edim. Axir mening yelkamga qo'lini qo'yib, qo'shni deb dod solib o'tirgan Zeboning birdan topib qochib qoldim. Balki bu dard unga og'irlik qilgandir deb o'yladim. Zebo mashinadan tushgandan so'ng erim avtomobilini joyidan qo'zg'atdi. Yo'l tor, atrofda jarlik. Xayolimizda esa faqatgina qizimiz charx urardi. Shu mahal Sobir aka erimga mashinani to'xtatish kerakligini aytdi. Erim mashinani to'xtatdi. Bahromjon voqeaning davomiga qiziqar edi. Endi unda qo'rquv ancha kamaygan, shunchaki bu oilani kimlar bu ahvolga solganiga qiziqar edi. Ayol yana dod soldi, sochini yula boshladi, baqirdi, chaqirdi. Shu payt marhum erining ruhi tiliga kirdi. Mashina to'xtaganidan so'ng qo'shnim nima bilandir boshimga urdi. Ko'zim tinib hushimni yo'qotdim. Biroz vaqt o'tganidan so'ng o'zimga keldim. Nima bo'lganini anglay olmay, sekin ortimga o'girildim. Va ne ko'z bilan ko'rayki, qo'shnim Sobir rafiqamni zo'rlayotgan edi. Rafiqamni bo'g'ib o'zining razilligini amalga oshirayotgan edi. Rafiqamni zo'rlayotgan edi. Rafiqamni bo'g'ib o'zining razilligini amalga oshirayotgan edi.
Uning qilayotgan ishini ko'rib o'zimni tiyib tura olmadim. Bor kuchim bilan urardim. Negadir ta'sir qilmadi. Shu mahal cho'ntagini kavlab mana buni chiqardi. dedi. Marhum arvoh qo'lidagi tig'i o'tkir buyumni ko'rsatib. Shu bilan meni tomog'imga urdi. Nafas olishga qiynaldim. Ko'z oldim qorong'ulashib ketdi. Keyin rafiqamni rosa do'pposladi. Hammasini ko'rib turardim, ammo bo'yin tomirim uzilganligi uchun harakat qila olmasdim. Oxiri rafiqamni o'zini himoyalash uchun urinayotgan Sobirning yoqasiga tirmashgan qo'li jonsizlandi va sekin yerga og'ib ketdi. Qo'shnimni qilayotgan ishlarini ko'rib turardim. Vujudim jonsizlanib borar, nafas olishga harakat qilardim. Lekin qo'limdan kelmasdi. Qo'shni u yer bu yerini to'g'rilagan bo'ldi. Kiyimlarini kiyib mashinadan pastga tushdi. Shu payt bor kuchimni yig'dim. Uni o'ldirgim keldi. Sekin harakat qildim. Qo'limga tomog'imda sanchiliq turgan buyumni tortib oldim. Jon og'rig'ida biroz baqirib yubordim. Qo'shnim Sobir esa u yer bu yerga alangladi-yu, oyoq kiyimda chala bog'langan bog'ichni yechdi. Tobora jonsizlanib borayotgan tanamni endi boshqara olmay qolgandim. Qo'shnim menga yaqinlashdi-da, bog'ich bilan meni bo'g'a boshladi. Mana shu bog'ich bilan deya tomog'ida turgan bog'ichga ishora qildi. Ayol chinqirishda davom etardi. Qizcha yig'lardi. Shu payt osmonda chaqmoq chaqar. Bahromjon hamma voqealarni ko'z oldiga keltirdi. Naqadar vahshiylik xayolidan o'tkazdi. Yana osmonning gumburlagan ovozi eshitilardi. Bahromjon cho'chib atrofga alangladi. Arvohlar g'oyib bo'ldi. Atrof sokin. Faqatgina chaqmoqning gumburlashi va sekin yog'ayotgan yomg'irning shitir-shitir ovozi eshitilar edi. Bahromjon o'rnidan turdi. Biroz avval ochishga qiynalgan darvoza eshigini sekin o'ziga tortdi. Sal narida o'zining uyi ko'rinib turar ekan, uyi tomon shoshib ildam qadam tashlay boshladi. So'qmoq yo'llardan yurib, uyiga kelgan Bahromjonning usti boshi jiqqa ho'l edi. Kiyimlarini o'zgartirib, Maftunaning yonidan joy oldi. Yarim tun bo'lsa ham ko'ziga uyqu kelmadi. Ko'zini yumib bugungi bo'lgan barcha ishlarni o'ylab yotar, voqealarni zanjir kabi birma-bir tizib chiqdi. Hayronman. Qotil chindan ham bu uyda avval yashagan odamlar bo'lganmi? Nega ularni o'ldirishgan? Yo'qolgan qizcha qayerda bo'lgan? Nega qizaloq ham o'lgan? Yo Rabbim, yana qancha sir-sinoatlaring bor ekan-a? Nima bo'lsa ham barchasini tagiga yetishim kerak. Hammasini aniqlashim kerak. Oz qoldi. Hammasini tagiga yetaman. Hozir esa uxlashim zarur. Erta tongdan reja tuzishim kerak. Bu voqealarni Maftunadan qanday yashirsam ekan-a? Qiziq, ertaga nima bo'lar ekan? Maftuna, qayerdasan? Bahromjon aka, xayrli kun. O'zizga keldingizmi? Toqqa chiqib tushdim. Har xil giyohlardan olib keldim. Tez orada ko'rmagandek bo'lib ketasiz azizim. Xo'p, menga bir piyola achchiqqina choy damlab ber. Ichib olsam, otdek bo'lib ketaman. Ishlarim bor. Norboy boboning yonlariga o'tib kelmasam bo'lmaydi. Nega, tinchlikmi? Norboy bobo qishloqdagi nuroniy cholmi? Bugun ertalab kelib ketgandilar. Sizni so'radilar. Ozgina tobingiz yo'qligini aytgandim. Attang zarur ishim bor edi, mayli tuzalib qolsin deb qishloq tomonga yana qaytib ketdilar. Norboy ota bilan biroz zarur ishimiz bor edi. Mana choy dadasi. Rahmat xotin. Birozdan keyin otaning yoniga o'tib kelaman. Sen xavotir olmagin. Ertaga borardingiz. Ko'cha salqin bo'lsa, siz hali betob bo'lsangiz. Yo'q.
Bu ishni kechiktirib bo'lmaydi. Xavotir olma. Men ancha yaxshiman. Xo'p bo'ladi. Ancha o'ziga kelib qolgan Bahromjon Norboy boboning uyi tomon keta boshladi. Manzilga yetib kelib, darvozani taqillatdi. Assalomu alaykum ota. Iye, Bahromjon, bu senmi? Tobi yo'q deyishganda. Tuzalib qoldingmi, bolam? Ha, bobo, ancha tuzaldim. Sizga bir ikkita savollarim bor edi. Xo'sh, qani bolam, aychi. Biz yashab turgan uyning avvalgi egalari qayerga ketishganini bilmaysizmi? Yo'q, bolam. O'g'lim, qizim va nabiramning o'limidan keyin ularning ruhlari shu uyda kezadi. Sizlar yashab turgan uyda 6-7 kishi kelib yashab ko'rishdi. Hammasi qochib ketishdi. Hatto men ham o'tgan yil bir oz muddat yashab ko'rdim. Bo'lmadi. Yurak yutib, umr bo'yi yasholmas ekanman. Asl egalari esa 3 yildan beri shaharda yashashadi. Bu uyni hujjatlarini sen sotib olgan odamga topshirib ketishgan. O'sha odam orqali topib ko'rsang bo'ladi, bolam. Ha, tushunarli. Men u odam bilan telefon orqali gaplashganman. Rahmat oda, men shaharga borib kelishim kerak. Rollarda Imran, Aslzoda Alimova, Anzor, Yosun, Kamina Jammuzi hamda Zone X jamoasi. Montaj ustasi DJ Only. Muallif Zone X jamiyati. Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat. Zone X jamiyatidan mistik janrdagi Intiqom audio seriali. Eslatib o'tamiz, ushbu audio serial 3D sifat darajasida bo'lib, naushnikda eshitish tavsiya qilinadi. Intiqom 6-qism. Oh my god. Bahromjon qishloqdan chiqib uyi tomon shosha boshladi. Darvozani ochib, uyiga kirishi bilanoq xotinini chaqirdi. Maftuna. Labe Bahromjon aka. Men shaharga borib kelishim kerak. Sen ham xohlasang yur. Balki kech qolib ketishim ham mumkin. Ba'zi ishlarim chiqib qoldi shaharda. Senga ham e'tibor bera olmayapman. Ota-onangni ko'rib qaytarding. Voy, juda ham yaxshi bo'lardi. Ota-onam ham sog'inib ketgandim. Men hozir kiyinib chiqaman, xo'p? Xo'p, tezroq bo'la qol. Xo'p bo'ladi, hozir. Bahromjon xotini Maftunani ota-onasinikiga joylashtirdi. O'zi esa uy sotib olgan odamni qidirishga tushib ketdi. Telefon qilgan edi, raqami o'chirilgan ekan. Keyin o'zi izlashga kirishdi. Tanish-bilishlaridan surishtirib, oxiri uyni aldab sotgan odamni topdi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Uka, sizmisiz? Yaxshimisiz? Sotilgan uy qaytarib olinmaydi, uka. O'rtada shartnoma tuzilib, uy sizning nomingizga o'tgan. Men pulni qaytarib bermayman. Aka, sizni tushunaman. Xo'p, pul uchun kelganim yo'q. Shunchaki menga o'sha uyning haqiqiy egasi kerak, aka. U uy menga tegishli. Nima gap, uka? Nega bunga qiziqyapsiz? Kimdandir sotib olganmidingiz, aka? Menga uyning haqiqiy egasi kerak. U yerda ancha yillar avval qotillik ro'y bergan. Ba'zi dalillar topildi. Yo'q, Alhazar, nimalar deyapsiz? Ha, sotib olganman, lekin egasi olamdan o'tgan. Kimdan sotib olgansiz?
Qarindosh urug'larimi bordir axir aka? U uy egasi menga sotishdan avval uyda o'g'li va sobiq kelini yashaganligini aytgan. Oilaviy sharoitimiz og'ir deb sotgan edi. Ko'p o'tmay yurak xurujidan olamdan o'tdi. O'g'lini juda yaxshi taniyman. Shahar chekkasida dang'illama uyi bor. Manzilini yozib bering aka. Menga u kishi juda ham zarur. Xo'p, hozir mana bu tashrif qog'ozlari. Bozorning orqa tarafida joylashgan zargarlik buyumlari do'koni shu odamga qarashli. Rahmat aka, sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Bahromjon tashrif qog'ozidagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni yoshgina qizaloq ko'tardi. Allo, assalomu alaykum, eshitaman. Va alaykum assalom singlim. Menga Sobir aka kerak edilar. Ha, dadam birozgina band edilar. Kimligingizni aytsangiz, haliroq qo'ng'iroq qiladilar. Ha, shunaqami? Mayli singlim, unda biror soatlarda o'zim qaytib qo'ng'iroq qilaman. Ha, aytgancha, uy manzilingiz qayerda? Sobir akaning yoniga o'zim borsam degandim. Amaki, uyimiz Ma'rifat ko'chasida joylashgan 6-uy. Rahmat. Uydagilaringizga salom aytib qo'ying. Xo'p, mayli, xayr amaki. Shu kun Maftuna ota-onasinikida qoladigan bo'ldi. Bahromjon esa tog'dagi uyga yolg'iz o'zi ketdi. Tun yarmiga yetganda yana darvoza taqilladi. Bahromjon endi qo'rqmadi. Xuddi qadrdon insonini qarshilab olishga shoshgandek borib darvozani ochdi. Marhum erkakning ruhi: Qo'shni, sizni har kuni bezovta qildik. Bizni kechiring. Qasos bizni o'z tomiga tortmoqda. Bizga shunday azoblarni ravo ko'rganligi uchun qotillar ham jazo olishlari kerak. Men ularni topishga harakat qilaman. Va'da beraman. Ertaga ular shu yerda bo'lishadi. Hammasi uchun javob berishadi sizlarga. Erkak arvohi zum o'tmay ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bahromjon uyga kirib o'rniga yotdi. Ertaga qanday qilib bo'lsa ham qotillarni bu yerga olib kelish haqida o'yladi va oxiri uxlab qoldi. Erta tongda kecha go'shak orqali Sobirning qizi aytgan manzilga bordi. Uy darvozasini taqillatdi. Uy eshigini qora ko'zoynak taqib olgan yoshi 45lar atrofida erkak ochdi. Salom, kim kerak? Assalomu alaykum. Siz Sobir akamisiz? Ha, menman, keling. Mening ismim Bahromjon. Sizga zarur gapim bor edi. Qanaqa gap ekan? Qani uyga kiringchi, marhamat. Kelavering. Mana bu yerga o'tiring. Xo'sh, gapni nimadan boshlasam ekan? Bilasizmi? Siz bir necha yil avval yashagan tog'dagi uyga ko'chib borgan edim. Sobir aka Bahromjonning gaplarini eshitishi bilanoq rangi dokadek oqarib ketdi. Bahromjon buni sezdi-yu, ammo gapirishda davom etdi. O'sha sizning uyingizni buzmoqchi edik. Kecha biroz hovlini kezib yurgandim. Hovli chetida bir hujra bor ekan. Kirdim. Keyin hujrada bir gilam osilgan ekan. Shu desangiz, gilamni olgan edim, kichkina kavak bor ekan. O'sha kavakda biroz miqdordagi qimmatbaho buyumlar ham bor ekan. Ha, nima? Qimmatbaho buyumlar? Aynan qanaqa siz ularni ko'rdingizmi? Bahromjon yo'li bo'yi o'ylab kelgan rejasini asta-sekin ish berayotganidan, nishonni to'g'ri va aniq olganidan boshi osmonga yetdi va so'zlashda davom etdi. Ha aka, men chiroq tutib ko'rdim. Qanaqadir yoqutmi, brilliantmi, qimmatbaho toshlar, keyin tillo buyumlar bor edi. Siz haqingizda avval eshitgandim. Zargarlik buyumlarini oldi-sotisi bilan shug'ullanar ekansiz. Balki sizni buyumlaringiz qolib ketgandir deb yoningizga o'zim kelaverdim aka.
Birovni haqqini yeydigan inson emasman. Shunga ikki oyog'imni qo'limga olib keldim. Bahromjonning gaplarini eshitgan Sobir aka xiyol gavdasini ko'tarib, "Ha, meniki edi. Bir vaqtlar o'sha yerga qo'ygan edim. Erta indin borib olib kelmoqchi edim o'zim ham. Kelib ovora bo'libsiz. Lekin rahmat, sizdan boshqasi bo'lsa, balki o'z moliga aylantirib yuborgan bo'larmidi. Xo'sh, ha, aytganday, bu haqida hech kimga aytmadingizmi?" Yo'q, hech kimga aytmadim aka. "Ha, yaxshi uka. Qani yo'l boshlang. Bola qalaylik unda." Shoshmang aka, hozir emas. Iya, bu nima deganingiz uka? Omonatimni olishim kerak. Aka, omonat sizniki. Albatta olasiz. Lekin bir tarafini ham o'ylang. U boyliklar sizniki ekanligiga birorta guvoh bormi? Bu nima deganingiz? Uka, meniki deb turibman-ku. Meni uyimdan chiqqan o boyliklar. U uy sizniki edi. Hozir meni nomimda. Kunduz emas, kechqurun borsangiz yaxshi bo'larmidi aka? Har holda qishloq joy, o'zingiz yaxshi bilasiz. 2-3 ta odam yig'ilsa, nima bo'lyapti ekan deb kelishadi. Kelishgani mayli-ku-ya. U uy hozir meniki. Uydan chiqqan boyliklarga esa boshqa birov egalik qilish uchun talabgor bo'lib qolishi mumkin. Ha, bu gapingizda jon bor uka. Unda kechki soat 8larda 5-6 ta yigitlar bilan o'sha yerda bo'lamiz. Yo'q aka, 8 juda erta. Qishloq ahli hali uxlamagan bo'ladi. Yana yigitlar deyapsiz. Yigitlarni nima qilasiz? Mana men sizga yordam beraman. Birorta ayol kishini olsangiz, har holda ular chaqqon va ozg'in bo'lishadi. Ichkariga tushib bemalol boyliklarni olib chiqishi mumkin. Bir ayolni o'zingiz bilan olib boring. Men sizga yordam beraman. Ha, kelishdik unda. Ukam mashina bilan kechki tomon quyosh botar chog'da yo'lga otlanamiz unda. Xo'p aka, kutaman. Mayli Bahrom ukam, yaxshi boring. Hozir men biroz ishlarim bor edi. Xo'p aka, kechqurun ko'rishguncha. Bahromjon uydan chiqib ketar ekan, biroz yuzi yorishdi. Nishonga urdim dedi ichida. Shunda biroz sergak tortdi. Chunki uydan Sobir akaning jahldor ovozi jaranglay boshladi. Derazaga yaqin bordi va quloq sola boshladi. O'cha ovozingda men qayerdan bilaman og'ayni? Dada, ayting, oyim qayerdalar? Sizdan boshqa hech kim bilmaydi. Oyimni topib bering, dadajon. Iltimos, dada. Men bilmayman dedim senga xavomi. Yuqori onangga o'xshamay Bahromjonning eti junjikib, qo'li musht bo'lib to'kildi. Bahromjon sekin uyiga qaytar ekan, quyosh botayotganini ko'rib shoshildi. Toqqa qaytib borganida quyosh yer yuzini tark etgan. Shafaq sekin qoraya boshlagan edi. Uyiga kirdi. Hovliga o'tib hujraning devorini teshish uchun asbob uskunalarini oldi-yu, Sobirjonga taraflab bergan hujraning eshigini ochdi. Ichkariga kirdi va chiroqni yoqdi-yu, hayratdan dong qotdi. Hujraning devorida chindan ham bir gilam osiliq turar edi. Yo Alxazar, men shunchaki xayolimdagilarni aytib bergandim. Hujrada chindan gilam bor ekan-u. Qani, gilamni biroz surib, devorni ozgina teshib qo'yaylik. Chindan ham devorda ozg'irroq odam bemalol sig'adigan darajada tuynuk bor ekan-u. Qiziq. Ichkarisida nima bor ekan-a? Yo Rabbim, bu ne sinoat? Yo Rabb, bu qanday sir? Bular chindan Sobirnikimi yoki mening xayolimdagilar chinga aylandimi? Nima bu? Darvozaning taqillashi Bahromjonni cho'chitib yubordi.
Rollarda Imran, Aslzoda Alimova, Anzor, Yosun, Kamina Jammuzi hamda Zone X jamoasi. Montaj ustasi DJ Only. Muallif Zone X jamiyati. Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat. Zone X jamiyatidan mistik janrdagi Intiqom audio seriali. Eslatib o'tamiz, ushbu audio serial 3D sifat darajasida bo'lib, naushnikda eshitish tavsiya qilinadi. Amaki. Intiqom 7-qism. Darvozaning taqillashi Bahromjonni cho'chitib yubordi. Salom. Sizmidingiz? Ha, o'ylaymanki bugun oxirgi marotaba kelishimiz. Hozircha ko'rmay turinglar. Ular yo'lda bo'lsa kerak, hademay kelib qolishadi. Ikkisi hamma. Shunaqa deb o'ylayman. Yaxshi. Bezovta erkak ruhi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ko'p o'tmay uy orqasida begona avtomobil chiroqlari yonib o'cha boshladi. Bahrom avtomobil tomonga shoshib bordi va shu zahoti orqasidan berilgan kuchli zarba orqali hushidan ketdi. Zebo tush mashinadan. O'ldirmadingizmi ishqilib? O'lmadi, lekin yashamaydi. O'sha boyliklarni olib chiqaylik, keyin o'sha yerga oyoq qo'lini kesib, bir amallab sig'dirib ko'mib yuboramiz. Qarabsanki, gilam ortidagi kovoq ham beri keladi. Pastroq kuling, sekinroq. Hozir hamma yig'ilib keladi. Esingdami, shu yerda ikkalamiz mazza qilib yashar edik, jonim. Ha, siz bilan yoshligim o'tib ketdi. Seni juda ham yaxshi ko'rib qolgan edim. İlk bor qo'ynimga kirganingda. O'sha kunni eslatmang. Yelkamga tig' bilan yozilgan ismingiz hozir ham o'chmagan. Senga ko'ngil qo'ydim-u suydim. O'zimnik qildim. Uylandim, lekin sen menga farzand tug'ib bera oldingmi? O'z bolamni qo'limga ola olmadim. Sizga nechta farzand olib kelib berdim? Mana, hech birini qabul qilmadingiz-ku. Ana boshqa xotinga uylandingiz. 14 yoshli qiz bilan qabul qildingiz. Sho'rlik qiz sizni o'z otasi deb biladi. Bunga qanday erishganimni bilasanmi? O'sha qizaloqqa, meni o'z otasi deb biladigan qizaloqqa senga ilk bor ichirgan qora dorimdan ichirib yubordim. 2 kun ko'nglimni xushladi. Keyin nazokat qizi meni xonamda yotganini ko'rib qoldi. Oxiri ana undan ham qutuldim. Voy, sizni hech kimga rahmingiz kelmaydi. Axir u go'dak-ku. 17ga kirar-kirmas undan ham foydalandingizmi? Meni bilasan-ku Zebo, bu yo'lda menga yetadigani yo'q. Sobir aka, xotiningiz nazokatini nima qildingiz? O'ldirdim. Avvaliga rosa do'pposladim. Keyin o'ldirdim. O'ligini esa tillo eritadigan uskunamga tashladim. Olovda rosa yondi, oxiri kulga aylandi. Sizdan qo'rqish kerak. Bo'ldi, yur ichkariga. Hozir mana buni ham o'ldiramiz.
Sobir va Zeboning rangi do'kadek oqarib ketdi. Shu mahal Sobirning atrofidagi hamma narsa jonlangandek bo'lib, marhum erkak paydo bo'ldi. Sen ortiq yashamaysan. Sen o'lishing kerak. Oson emas. Qiynalib o'lishing kerak. Hoya, keldingizmi? Ovqat bering, och qoldim. Non bering, xola. Qo'g'irchog'imni sizga beraman. Qarang, qo'g'irchog'im sizga o'xshaydi. Men uni ko'zini o'yib oldim. Xola qarang. Zebo ortiq bardosh bera olmay hushidan ketdi. Er-xotinlar esa Sobirni qiynay boshladilar. Avvaliga Sobirning oyoqlari holdan toyib boshladi va Sobir o'zini tuta olmay yerga yiqildi. Oyoq kiyimi yechildi-yu, Sobirni og'ziga kira boshladi. Shu mahal Sobirning mashinasi harakatlanib, qo'llarini ezib oldinga orqaga harakatlana boshladi. Arvohlar atrofda aylanib chimqirishdan to'xtashdi. Endi ikkisining ham ko'zidan yosh oqar edi. Mashina o'z-o'zidan harakatini kuchaytirdi. Sobir bor ovozi bilan baqirardi. Sen qotilsan. Seni deb biz shu ahvoldamiz. Qara seni och qoldirib ketgan go'dak. Qara! Sen nomusga tegingan pokiza ayol. Qara, sen nimalar qilgansan? Qara! Men nima qildim? Meni kechir. Sen bizni qanday ko'yga solgan bo'lsang, biz ham senga shunday qilamiz. Yo'q, kechir, yolvoraman. Biz senga nima yomonlik qilgan edik? Gapir, nega bunday qilding? Axir biz aql qo'shnilar edik. Hech qachon biz sen bilan aql qo'shni bo'lmaganmiz. Bilasanmi? Bugun bu yerga nimaga kelganimni? Aynan o'sha narsa uchun sen va oilang nobud bo'ldi. Nima? Gapir, nima? Bir vaqtlar dadam bu yerdan ikkita uy qurdirgan. Biri sen yashagan, ikkinchisi men yashagan uy edi. Ikkala uyning birida qiymati milliarderga teng bo'lgan boyliklar yashirib qo'yilgan edi. Men o'z uyimni har bir qarchini istadim, ammo topa olmadim. Xo'sh, men yashagan uyda ekanmi ular? Yo'q, aslida u uyda ham yo'q ekan. Men sendan shubhalandim. Bir-ikki bora ortingdan odam qo'ydim. Puling ko'p, uying dang'illama, ishing zo'r, rafiqang ketvorgan. Va eng asosiysi shiringina farzanding bor. Senga boylik ortiqchalik qilmas edi. O'sha paytlar bankda katta miqdordagi jamg'armang borligini bilib qoldim va mening boyliklarimni sen olgansan degan xayolga bordim. Ularning barchasi meniki edi. Va seni o'ldirishga ahd qildim. Sen va xotining mening boylik yo'lida qilgan qurbonligim bo'ldinglar.
Men sizlarni yo'q qildim, lekin go'dagingizni ko'zim qiymadi va uyda qoldirib ustidan qulflab ketdim. Ko'p o'tmay bankdagi pullaringizni hammasini o'z hisob raqamimga o'tkazib oldim. Qarabsanki men boyman. Bugun esa mana bu ovsar yonimga keldi. O'sha xazinamni topgan emish. Hozir sizlar xalal bermaganingizda bu ovsar yoningizda turishardi. Seni deb endi begunoh insonlarning qoni to'kilmaydi. Erkak arvoh bu safar qo'lidagi tig'li buyum bilan Sobirning bo'yniga qattiq zarba berdi. Sobir bir nafasda o'ldi-yu, joni uzildi. Bunga qoniqmagan ruh bo'ynida hali hanuz bog'lanib turgan oyoq kiyim bog'ichini yechdi va Sobirning bo'yniga bog'lab jarlik tomon sudiray ketdi. Rollarda Imran, Aslzoda Alimova, Anzor, Yosun, Kamina Jammuzi hamda Zone X jamoasi. Muallif Zone X jamiyati. Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat. Zone X jamiyatidan mistik janrdagi Intiqom audio seriali. Eslatib o'tamiz, ushbu audio serial 3D sifat darajasida bo'lib, naushnikda eshitish tavsiya qilinadi. Amaki. Intiqom 8-qism. Tong otdi. Bahrom ko'zini ochishi bilanoq quyoshning zarrin nurlari ko'zini qamashtirib yubordi. Qayerdaman? Menga nima bo'ldi? Qiziq. Kecha Sobir kelgan edi. Menga zarba berib, o'zi ichkariga kirgan yoki kirmaganmikin? Balki ruhlar uni tinch qo'yishmagandir. Balki onasi? Voy Bahramjon aka, keldingizmi? Xavotirdan aqldan o'zay dedim. Keldim onajonisi, keldim. Mana bular senga, bu esa kichkintoyimizga. Oho, rahmat. Yaxshimisiz o'zi, qayerlarda yuribsiz? Ha, yaxshiman. Tog'dagi uyimizda qolgan edim. Bolamiz yaxshimi? Seni xafa qilmayaptimi? Yo'q dadasi, hammasi yaxshi. Oyim bilan dadam ishda edilar. Aytgancha, ichkariga kiring. Och bo'lsangiz kerak, mantiq qilgandim. Qorningiz to'yg'izib olasiz. Oho, men sevgan ovqat-ku. Qani onasi, sizning ovqatingizdan. Hozir kiraman. Xo'p bo'ladi. Ovqatlanib bo'lgach, Bahrom Maftuna bilan shahardagi uyiga borishdi. Maftunani uyiga joylashtirgan Bahrom do'konga borib, sotuvchi bilan suhbatlashib, u yerdan bu yerdan gaplashgan bo'ldi-yu, yana ko'chaga chiqib ketdi. Oradan 3 kun o'tdi. Maftun, uyg'oning onasi, tong otdi. Tong otdimi? Xo'p bo'ladi dadajonisi. Men hozir turaman. Og'riq boshlandi shekilli. Voy, dardim kelyapti. Voy dadasi. Nima? Boshlandi? Nahotki men o'tib bo'lyapman. Hozir. Mana hozir tez yordamga qo'ng'iroq qilaman. Tezroq qo'ng'iroq qiling, iltimos. Soat endi 6 bo'pti. Yaxshi, o'zim olib boraman. Qani yurchi?
Rostdanmi? Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Men ota bo'ldim. Men ota bo'ldim. Allo. Assalomu alaykum. Eshitaman. Bahromjon. Allo. Allo. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Allo, gapiring. Bahromjon bolam. Otangizdan ayrilib qoldik. Ayrilib qoldik bolam. Ha? Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Joyingiz jannatlardan bo'lsin. Maftun, qara, ko'zlari menikiga o'xshar ekan-a? Voy dadasi. Faqat ko'zlari emas, qarang. Qoshlari, kipriklari ham siz o'ziga o'xshaydi-yu. Faqat lablari menikiga o'xshar ekan. Meni polvon o'g'limda aytgandek. Nima ism qo'yamiz onajonisi? Bilmadim, dadajonisi. Sizga qaysi ism ma'qul bo'lsa, o'shani qo'yamiz-da. Ismini Imron deb qo'yamiz. Chiroyli ism. Negadir menga shu ism yoqadi. Chiroyli ism. Menga ham yoqdi. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Efirda yangiliklar dasturi hamda siz bilan ekran qarshisida Parizoda Janonova. Kuni kecha 16 dekabr kuni tog'li hududlarga kuchli sel kelishi oqibatida ba'zi bir jarliklarga ko'p miqdorda suv yig'ilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan kelib tushgan xabarga ko'ra, qishloqdan chiqib ketar yo'lda katta jarlik mavjud bo'lib, shu jarlikdan 2 kishining jasadi topilgan. Halok bo'lgan insonlarning biri ayol, biri erkak bo'lib, ular kuchli sel natijasida emas, balki chamasi 15 kun oldin avtohalokat natijasida halok bo'lishgan va jarlikka qulab ketishgan. Aynan kecha jarliklar suvga to'lgan mahalda jasadlar suv yuziga chiqib qolishgan va suv ularni qishloq tomon oqizib borgan. Qishloq aholisi bu vaziyatdan kuchli qo'rquvga tushgan va ichki ishlar xodimlariga xabar berishgan. Ichki ishlar organi xodimlarining tezkor surishtiruv ishlari natijasida halok bo'lgan shaxslarning biri Nosirov Sobirjon, 52 yoshda, markaziy bozorda joylashgan Zebo zargarlik buyumlari do'konining sohibi bo'lib, ikkinchi shaxs Suyinboyeva Zebo, 38 yoshda, marhumning sobiq xotini ekanligi aniqlandi. Eslatib o'tamiz, aynan mana shunday ayanchli voqea bundan 15 yil avval aynan o'sha yerning o'zida yosh oila bilan ham sodir bo'lgan edi. Bu tasodifmi yoki taqdirning hazili, insonning aqli shoshib qoladi. Eng so'nggi yangiliklarni sizga ulashda davom etamiz. Ekran qarshisidan uzoqlashmang. Aziz va hurmatli muxlis, mana mistik janrdagi loyihamiz Intiqom audio seriali ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu loyiha barchamizga juda ham qiyin bo'ldi. Lekin shu qatorida juda ham qiziqarli bo'ldi. 7 yilda 7 ta qism. Bu yilda bitta qism degani. Va siz aziz muxlislar, bizni bir soniya bo'lsa ham tark etmadingiz. Ochig'i bunchalik sodiq muxlislikni biz xayolimizga ham keltirmagan edik va bundan juda xursand bo'ldik. Aziz muxlis, bu loyiha davomida bizda juda ko'p qiziqarli voqealar hamda kulguli vaziyatlar ham ko'p bo'ldi. Albatta, og'ir mehnatning samarasi ham ko'zni quvontiradigan darajada bo'ladi. Albatta, bu balki og'ir mehnat yoki og'ir qiyinchilik desak ham bo'ladi.
va bizning birozgina qilgan harakatimizga doim yuksak baho berganingizdan bag'oyat xursandmiz. Bu loyiha ko'plab iqtidorlarni kashf qildi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. 101 qo'ng'iroq loyihasining mantiqiy davomi sifatida ushbu intiqom loyihasi juda ham mazmunli bo'ldi. Ayniqsa jarayon biz uchun juda ham qiziqarli bo'ldi. Undan tashqari intiqom audio seriali o'zida 3D ovozli effektlari ijro va montaj jarayonidagi sayqallash natijasida 8D sifat darajasigacha chiqdi. Bu esa bizningcha barchaga yoqdi deb o'ylaymiz. Qadrdon muxlis, bizni bir soniyaga ham yolg'iz qoldirmay, doim qo'llab-quvvatlaganingiz uchun avvalo sizlarga kattakon rahmat. Loyihani amalga oshirishda ovozlarni ijro etgan Asilzoda, Jammuzi, Anzor, Yosun, Parizoda Rasulova va hammaga o'z minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Shu qatorda Imran sizga ham rahmat. Shuningdek, ovoz yozish jarayonida yaqindan yordam bergan Zone X Records tarkibiga kiruvchi Abushah Music jamoasi, ovoz rejissyorlari Abushah hamda Bekzod Zone X larga ham rahmat. Biz ijro qilib bergan ovozlarimizni har soniyasini kerak bo'lsa 100 martalab eshitib chiqqan holda ularga sayqal bergan. Har bir roldagi ovoz va personajning xarakteri rolidan kelib chiqib, ularning har biriga alohida ovozlar va musiqalar bastalab chiqqan. Audio serialni yanada ta'sirliroq bo'lishi uchun uning ovozlarini 8D sifat darajasiga ko'tarish uchun mashaqqatli mehnat qilgan montajchimiz Ananinga ham alohida rahmat. Bu loyiha ayniqsa shaxsan o'zim, Imran va montajchimiz Anonimning asablarini yaxshigina sinadi. Montajchi esa muxlislarning sabrini sinadi. Nima bo'lganda ham biz buni uddaladik. Yana bir loyihani yakunladik. Barchangizga e'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizdan uzoqlashmang. Biz siz aziz muxlislar uchun yana yangi va mazmunli loyiha ustida ish boshlab qo'yganmiz. Va balki bu so'zlarimizni eshitayotganingizda, balki biz keyingi audio serial ovozlarini yozayotgandirmiz. Barchangizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Asl haqiqat, asl jamiyat.